har lahzada hayolingizdan nima o'tganligini Alloh bilib turadi. Ko'chaga kameralar qo'yapti, Sputnikdan kuzatyapti va hokazo. Podvalga tushib olsangiz ko'rinmaydi. Suvga kirib kelsangiz kamera olmaydi. Ammo Alloh taoloni nazoratidan, idorasidan biroq qochadimi? Birodarlar, bizning Robbimiz shunaqa Alloh. Alloh taolo tirik zot, al-hayy, lekin uning tirikligi bizning tirikligimizga o'xshamaydi. Bu birodarlar aqida darslari. Robbimizga nisbatan qanday e'tiqodda bo'lishimiz kerak? Robbimizning sifatlarini bilishimiz kerak. Shunda yolg'on gapirmaymiz tijoratda. Shunda o'lchov tushunchamiz tuzaladi birodarlar. Shunda keyin komil musulmon bo'la olamiz. Kamera bor joyda to'g'ri minib yuradi shofer mashinasini. Kamera yo'q joyda jinnilik qilaveradi. Endi musulmon odam Robbim har bitta harakatimni ko'rib turadi, bilib turadi deydi-da, kamera yo'q bo'lsa ham qizliga to'xtaydi. Boyagi gay xodimi bo'lmasa ham qo'yish kerak bo'lmagan joyga mashinasini qo'ymaydi.